Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz va YouTube kanali kuzatuvchilari. Mega Avto 7070 kanalimiz muxlislari. Bugun yakshanba Andijonda mashina bozori. Xullas, mashinalarimizni obzorini ko'rsatganmiz. 10 dan osha mashinamiz bor. Xo'p, shularning ichida bitta yangiligi. Yangiligi ham o'g'il bolasi kelib qoldi. Hyundai Santa Fe 2021 ga 22 2,5 likda eng fulli qo'limizga kelib qoldi. Jika emas, bu jikadi ham yangi rangi. Mana ko'ringlar. Salomat. Mana basharalari ham yangi bashara. Oldi tarafi полный bron plyonka bo'lgan. Mana o'zini родной diskalarida. Xo'p. Endi bitta salonga sayohat qilamiz. Kimniki bu? Ha. Bu o'zimizdan ekan. Nima degani bu? Santa Fe. Qo'jinning o'zini salonlari Abdu, Abagrif, xullas hamma narsasi bor. Eng fulli. Mana qo'jalarni ham qaranglar, tiniq holatda turibdi. Mana panorama tom. Mashinamiz 49 ming probegda. Orqa salonlari. Eng fulli 7 o'rindiqli. Orqasi binalar salopanda turibdi. Xullas, mashinada hech qanaqa pitno, rihtobga, sarapina unaqa narsalar yo'q, top-toza xudo xolisi. Motorini ham ochib qo'ying-da, ko'rsatib qo'yaylik. Mana 2,5 motor. Akkumulyator ham o'zini akkumulyator jizza emas. Mana radno akkumulyator. 160 kamerasi, silipoy zona. Mana bu narsasi head-up bo'ladi. Eng fulli, xullas hamma narsasi bor mashinamiz. Bu mashinamizni xo'p 34 ming dollarga beramiz deb turibmiz. Bu mashinamizni bir 20 ming puli borlari bo'lsa, ikkita faslgacha murosa qilsa bo'ladi. Devo mashinalarga barter qilsak ham bo'ladi. O'zbekistonda hamma viloyatga dastavka qilsak ham bo'ladi. 10-15 ming puli borlarga bank ham qilib bersak bo'ladi. Ko'ringlar. Hyundai Santa Fe'miz sotuvda. Sotamiz. Bularda ham yuk yo'q. Bundan tashqari panorama bo'ladi. Mana. Xo'p, 80 ming yurgan Captiva'miz. Qora bayir. Unimiz oqimiz. Bu mashinamizni 16 mingga, buni 17,5 mingga. Xullas, unisini 12,5 mingga. Malibu'imiz 11,5 mingga. Har dollar ichida o'tirishdi. Bu mashinamiz 2017, buni 15,5 mingga beramiz. Captiva 1.4 so'raganlarga mana 9 ming dollarga beramiz. 1.4 bo'lgan variant 2009. Oldin obzorini ko'rsatganman. Bunimiz 2012, Captiva 2 ni 4 bo'lgan variant. Uni 12,5 ming dollar kamini ham qo'yib bersak bo'ladi. Xullas, hurmatli obunachilarimiz va YouTube kanali kuzatuvchilari, bizdan uzoqlashmanglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Yana yangiliklarimiz bor. Hammaga omad. Rahmat, kattakon salomat bo'linglar.